Gulnozaxon opa, yaxshimisiz, salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Biz tabriklar va qutlovlar loyihasidan bo'lamiz. Sizga bugun aziz onajonlarimiz hamda go'zal opa-singillarimiz bayrami munosabati bilan chiroyli tabriknomalar yetib kelgan ekan. Agar ruxsat bersangiz, ularning samimiy tilaklarini sizga o'qib eshittirib bersam maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum qadr-baland qadrdonim, qadrli insonim. Sizni 8-mart ayol qizlar bayrami bilan chin ko'ngildan samimiy muborakbod etaman. Sizga uzoq umr, baxt, saodat, ketmas davlat, go'zal rizq tilab qolaman. Umringiz buloq suvidek tiniq, osmondek musaffo, boldek shirin va totli bo'lsin. Yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum arimasin. Nurli chehrangiz g'amni, go'zal ko'zlaringiz namni aslo ko'rmasin. Hamisha biz yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga omon bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang, dard chekmang. G'amlar, armonlar, dardlar sizga hech qachon yaqin yo'lamasin. Bu aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Mana shunday ayyomlarni qarshi olmoqlikni Allohim takror va takror nasib ro'zi aylayversin. Hech qachon yuragingizda dard, ko'zlaringizda nam bo'lmasin. Umid qilgan, tilagan har go'zal narsangiz qarshingizda muhayyo bo'lsin va Robbim Rahmonim barcha orzularingizni ro'yobini bersin. Umringizni har kuni quvonch va barokatlarga to'la bo'lsin. Qalbingizga sokinlik, rizqingizga kenglik, qadamlaringizga esa baxtlar hamroh bo'lsin. Siz orzu qilgan ezguliklardan ham go'zalrog'ini Allohim hadya qilsin. Har bir kuningiz baxtli va go'zal lahzalarga boy bo'lsin. Bahoriy kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Shodliklar, shodiyona kunlarga ulanaversin. Boringiz va borligingiz uchun tashakkur. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Tabassum ketmasin yuzlaringizdan, quvonch porlayversin ko'zlaringizdan. Chamanlar gullasin izlaringizdan, qutlug' ayyomingiz muborak bo'lsin deya mana shunday chiroyli samimiy tilaklarni yo'llab qolishgan ekan. Rahmat, kattakon. Kim yo'llagan? Hamma yaxshilarim bu kishiga ham rahmat sog' bo'lsin kimda. Mana shunday samimiy tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim, mana shunday ayyomlarni ko'p bora guvohi bo'lishingizni tilakdoshimiz. Muqaddas Ramazon oylarini ofiyatda, yaxshi kayfiyat ila go'zal amallar bilan o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Bayramingiz yana bor bo'lsin. Tashakkur, rahmat sizga ham. Oltin daqiqalaringizni ajratib bizni eshitganingiz uchun rahmat deb qolamiz. Hamisha mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Shoshilasan yana ishingga, ikki bolang ikki qo'lingda, bittasini tishlab tishingda. Oqshom uyga horib qaytasan, nozik